Shahlo bo'pti, men ishga ketyapman. Yo'q deng. Nima bu? Mani telefonimmi? Mana shu videoni siz uchun qo'ydim. Shunda obuna bo'linglar, like bosib yuboringlar. Sizni telefoningiz. Qizlar bilan yozishganingizni qarang, uyalmaysizmi? Nasiba, Gulsana, Maftuna, Zarifa, Nunusha. Katyaga yuborgan rasmingizni qarang. Uni yuborgan rasmini qarang, uyalmaysizmi, Bobur aka? Komash, mamosh. Shular bilan yozishib yuring, joniga tegib Bas. 1 minut vaqt bergin menga. Bu ayollar любой parolni ochadi desa ishonmasdim. Endi tupikdan chiqish yo'llarini o'ylash kerak. O'yla. Shahlo, men ko'p o'ylab ko'rdim. Agar bu xabarni onam eshitsa bilasan, kasal bo'lib qoladilar. Otam eshitsa вообще oshirib yuboradilar. Bobur aka, dadajonni, ayajonni men ham yaxshi ko'raman. Lekin bu qizlar kim? Hozir 1 minut. Yemadi-ku bu atmaska. Boshqa atmaska o'ylash kerak. O'yla. Kim u qizlar? Bor ketsa ketaver. Bor, qaror qildim. Bor ket. Sendan boshqasiga uylanaman. Qizlar qurib qopdimi? Nima erkakchilikda bo'ladi-da? Yozishadi endi. Bor ket. 1 minut. Bobur aka, men o'ylab ko'rdim. Boshqa bu xatoni qilmasangiz, kechirdim sizni. Yo, men boshqa yozishmayman. Boshqa yozishmayman, xo'p. Xo'p. Baxtiyor usta telefon qilyapti. Alo. Jonim, kelyapsizmi? Qoldim. Jonim? Mana shu. O't. 1 minut hozir chiqaman, xo'p? Xo'p, obuna bo'lib qo'yinglar va chiroyli qilib like bosib qo'ying. Mana shu videoni siz uchun.